Ho'p, mana bugun sana 1 avgust 2026 yil holati bo'yicha soat millarimiz 23:39 ekan. Уже 2 avgustga qarab o'tib ketgan kun. Ya'ni bugungi mavzu grammatikadan, ya'ni adverbs. Ya'ni adverbs degani bu o'zbek tilidagi ravish. Ya'ni ravish bu o'zbek tilidagi mustaqil so'z turkumidan bittasi hisoblanadi. Ravishda endi bolalar, qizlar qaranglarda, nima deymiz, adabiy jihatdan ta'rif bermaymiz, o'zimdan kelib chiqqan holatda dehqoncha tushuntirib qo'ya qolaman buni ham. Eng yaxshi usul shu. Ravish bu ish harakatini e, harakatini qanday tarzda borganini ifodalaydi. Ya'ni qanday tarzda yo'sinda deb gapirsak bo'ladi. Kontekstga qarab yoki shevaga qarab tarzda yo'sinda e, borganini ifodalaydi. Misol aytaylik, ravishli gap ham bor, ravishsiz gap ham bor. To'g'ri, misol aytaylik, ravishsiz gap bilan gapirsangiz, как so'zingiz ma'nosiz bo'lib qolmaydi emas, lekin ravish bilan gapiradigan bo'lsangiz, siz ish harakatingizni qanday tarzda bajarganingizni qo'shib gapirasiz. Ya'ni keling, undan ko'ra bitta o'zbek tilida misol keltiraylik. Misol aytaylik, mm, men ishimni tugatdim deb gapiryapman, to'g'rimi? Tugatdim. Endi bunda oddiy gap bo'lyapti. Endi ravishsiz gap. Endi bunga ravish qo'shib gapiradigan bo'lsak, men ishimni e, tez tugatdim deb gapiryapman. Tez tugatdim. Ya'ni bu yerda ish harakatingizni qanday bajarganingizni ta'kidlab o'tyapsiz. Ya'ni ikkalasi ham ishingizni tugatganingiz haqida, lekin ikkinchi gapda siz ko'proq ma'lumot beryapsiz. Misol aytaylik, qanaqa tugatgansiz, ya'ni qanday yo'sinda yoki qanday tarzda bo'lgani. Tushunarli? Mashq qoida, ya'ni ish harakatini qanday tarzda borganini ifodalaydi. Misol aytaylik, sifat doim otni sifatlab bersa, ya'ni ravish esa bizda nima bo'ladi? Ya'ni ravish doim fe'lni tuslab keladi. Tuslab keladi deymiz yoki ish harakatini ta'kidlab beradi, aytib ketadi degani. Verbda ravish doim. Xo'p, bizda endi bir ikkita qoidalari bor ravish bo'yicha. Ya'ni qanaqa qoidalari bor? Kelinglar birinchi rasmga e'tibor berib olaylik. A partda, ya'ni ho'p, 7:10da nonushtaga o'tirgan, 7:12da уже ovqatlanyapti, 7:15da уже ovqatni yeb bo'lgan, ya'ni nonushtasini tugatib bo'lgan. Endi aytyapti pastda, he ate his dinner very quickly. Ya'ni u tushligini juda ham tez yeb qo'ydi deyapmiz. Ya'ni tushlik ekan bola, nonushta emas ekan. Tushligini juda ham tez yeb qo'ydi. Misol aytaylik, men ovqatimni yeb qo'ydim bilan men ovqatimni tez yeb qo'ydimda farqi borda. Ya'ni tez yeb qo'ydim desam, ish harakatini qanday tarzda bajarganimni qo'shib aytyapman, ya'ni ko'proq ma'lumot beryapman. Xo'p, keyingisi suddenly the shelf fell down. Ya'ni tasodifan tokcha tushib ketdi deyapti yoki qulab tushdi deyapti ekan. Tushunarli? Endi bizda qoidasi bor. Ya'ni o'zi ravish qanday hosil qilinadi degani. Ya'ni ravish qanday hosil qilinadi desak, buni alohida qilib yodlash shart emas. Ya'ni odatda biz sifatlarga, ya'ni adjective degani bu sifat plus li qo'shimchasi qo'shilishi, shu narsa bizga adverb hosil bo'ladi mana. Mana plus minus qilib matematika qilib qo'ya qoldik mana. Adjective plus li teng adverb. Misol aytaylik, mm, qanaqa misol bor? Careful degan narsa bor. To'g'rimi? Nima degani bu? Ehtiyotkorlik bilan. Ya, ehtiyotkor degani. Careful, ya'ni bu sifat. To'g'rimi? Misol aytaylik, I am a careful person. Mana. I am a careful, nima degani bu? Men ehtiyotkor odamman. Ha, bu sifat, ya'ni biz insonni tasvirlayapmiz, ya'ni nounni, otni tasvirlab beryapmiz. Keyingisi I do my tasks. I do my tasks carefully. Nima degani shu gap? Ya'ni men vazifalarimni ehtiyotkorlik bilan bajaraman deyapman, to'g'rimi? Mm, Ya'ni bu yerda sifat emasda, bu yerda nima bo'lib qolyapti? Ravish bo'lyapti. Ya'ni qanday tarzda bajaraman deydigan bo'lsak, ya'ni qanaqa ravishda yoki qanday tarzda bajaraman desak, ehtiyotkorlik bilan, shoshmasdan, e'tibor bilan degan ma'noda. Xo'p, mana qoida bir xil bo'lsin, ya'ni ravish uchun. Ya'ni sifatga li qo'shimchasini qo'shamiz va shundan ravish hosil bo'lib kelyapti. Ya'ni kitobda ham shu narsani tushuntirgan. Mana adjective plus li plus ya'ni teng bu adverbga. Misol, ya'ni adjective, ya'ni yuqori qatorda, adverb esa pastki qatorda. Ya'ni quick
Tez degani bu sifat, quickly esa tezlik bilan, tezlik ravishda degan ma'noda. Keyingi bad yomon degani, badly esa yomon tarzda yoki yomon yo'sinda degan ma'noda. Sudden degani tasodifiy degani, suddenly esa tasodifan degani. Careful degani ehtiyotkor, careful esa ehtiyotkorlik bilan yoki e'tibor bilan. Keyin esa heavy degani og'ir, heavily esa ya'ni og'irlik bilan yoki bosim bilan degan ma'noni Rasmiyat. bildiradi. Faqat bizda bir ikkita qoida bor. Agar bizda sifatlarimiz y harfi bilan tugab qolsa-chi deyapmiz. Mana misol aytaylik, bizda y harfi bilan tugaydigan sifatlarimizdan biri bu easy. Ya'ni shu holatda tugaydigan bo'lsa, biz unga shunchaki ila qo'shimchasini qo'shmaymiz. Ya'ni bunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni istisno sifatida, ya'ni y harfi bilan tugaydigan va undan oldingi harf undosh bo'ladigan bo'lsa, biz o'rniga nima qilar ekanmiz? Mana kitobda bergan, ya'ni Iyi. i qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Y ni olib tashlab. Mana misol aytaylik, easily bo'lib qoladimi shunda? Ya'ni biz Hı. y ni olib tashlab turib i qo'shib qo'ydik mana. O'rniga almashdida. Xo'p, keyingisi yana qanaqa misol bor ekan bizda? Heavy bor ekan. Heavy degani o'zi og'ir bu sifat. Endi og'irlik bilan, vazminlik bilan deb gapirsak, heavily bo'lib qolar ekan mana. Ya'ni shu holatda Hı. ravish hosil bo'lyapti. Tushundinglar-a buni? Hı. Bu o'ta chiroyli mavzu. Uncha-munchasi farqiga bormaydi. Xo'p, B partda yana ta'kidlayapti. Adverbs tell you how something happens or how somebody does something. Ya'ni ravish sizga, ya'ni siz birorta narsani qanday bajarganingizni yoki kimdir birorta narsani bajarganini qanday tarzda bajarganini ifodalab beradi yoki ko'rsatib beradi deyapti. Birinchi misolni o'qinglar Ruxshona, birinchi, ikkinchini. The train stopped suddenly. Suddenly. Mhm. Poyezd to'satdan to'xtadi. To'xtab qoldi. Просто to'xtadi To'xtab desak ham qoldi. bo'ladi, lekin suddenly desak qanaqa tarzda to'xtadi? Tasodifan yoki birdaniga degan ma'noda. Ikkinchisini ham o'qing. I opened I opened the door slowly. Aha. Men eshikni sekin ochdimmi? Da, sekin ochdim. Yana qanaqa tarzda ochdingiz desa, sekin ochdim, shoshmasdan ochdim degan bilan bir xil. 3-4 o'qingchi, Madina. Please listen carefully. Hop, Ehtiyot, iltimos, e'tibor bilan eshitingmi? to'g'ri. Yaxshi. I understand you perfectly. Mhm. Perfect degani ant- Perfect degani zo'r zo'r, degani. mukammal degani. Hop. Men sizni yaxshi tushundim. Da, mukammal tushundim, zo'r tushundim deyapti ekan. Zo'r. Hop. Endi bizda taqqoslab olaylik yana shu top, ya'ni nima desa bo'ladi aka? Sifat bilan ravishni ajratib olish uchun. Birinchisi yana chap tarafda adjective sifat tarafi, o'ng tarafda esa ravish ya'ni adverb tarafi. Birinchisi Sue is very quiet, ya'ni jim, sokin, tinch degani. Bu sifat holatida, ya'ni insonli misol, men juda ham kam gapman, tinchman, tinch insonman deyapman. Ikkinchisida esa Sue speaks very quietly. Ya'ni Sue juda ham sekin gapiradi, shoshmasdan, baqirmasdan gapiradi degani, sokin gapiradi. Xo'p, keyingisi Ruxshona o'qingchi. Be careful. Listen carefully. Hop. Mm, Ehtiyot bo'ling degan, to'g'rimi? Be careful degani ehtiyot bo'ling. Ya'ni bu buyruq gap. Ehtiyot bo'ling. Hop. Tinglangda aniq qilib deyapti. E'tibor bilan tinglang E'tibor yoki bilan ehtiyotkorlik bilan tinglang. tinglang deyapti ekan. Hop. Keyingisi Madina. It was a bad game. Hop. U yomon kino edimi? O'yin edimi? Aha, u yomon o'yin edi. Uh, Our the, Our team our team our team played badly. badly. U Okay. yomon o'yinchi. Bizning U jamoa yomon o'yn. yo'q, yo'q. Bizning jamoa yomon o'ynayotgandi. Yomon o'ynadi.
O'ynaydi. O'yinga nisbatan, qandaydir o'ynaydi. sport turiga nisbatan bizning jamoa yomon o'ynadi. Farqiga borib olinglar mana. Birinchi, ya'ni chap tarafda it was a bad game. Ya'ni u yomon o'yin edi deyishimiz biz o'yin bu noun, ya'ni bu yerda sifat bo'lyapti. Ikkinchi tarafda ravish bo'lyapti. Ya'ni bizni jamoamiz yomon o'ynadi. Bizda o'ng tarafda fe'lli tuslayapti. Tushunarli-a? Xo'p, keyingisi I felt nervous, ya'ni men asabiy his qildim. I waited nervously, ya'ni men asabiylashib kutdim deyapti. Ya'ni qanaqa tarzda kutdingiz desangiz, ya'ni asabiylashib kutdim deyapmiz. Savol berib olsanglar, o'zinglarga o'zinglar ya'ni qanaqa tarzda, qanday yo'sinda deb savol berib olsanglar, o'shanda adverb bilan chiqadi gapinglar. Xo'p, C partda esa bizda istisnolar haqida ketyapti. Istisno degani bizda qoidaga bo'ysunmaydiganlar. Ya'ni bu yerda hard, fast, late and early. Ya'ni bularga biz li qo'shimchasini qo'sha olmaymiz. Ya'ni bular ham sifat holati ham shunaqa, ham ravish holati ham shunaqa. Misol aytaylik. Buni kontekstga qarab ajratib olasizlar, matnga qarab. Birinchi misolga e'tibor bering mana. Suyu's job is very hard. Ya'ni Suyuning kasbi juda ham murakkab. Uzr, qiyin demoqchi biz. Bu yerda sifat bo'lyapti, chunki biz kasbni tasvirlayapmiz. Ikkinchi tarafda Suyu works very hard. Ya'ni Suyu juda ham qattiq ishlaydi. Bu yerda endi qanaqa tarzda ishlaydi desak, qattiq ishlaydi. Bu yerda ravish bo'lib qolyapti. Keyingisini o'qing, Ruxshona. Ben is fast runner. Ben tez yuguruvchi. Hop. Ben can run fast bo'lsa, Ben tez yugura oladi. Aha, farqi bor. Birinchi tarafda sifat bo'ldi, ikkinchi tarafda esa ravish bo'ldi. Hop, keyingisi. Madina. The bus was late early. Avtobus kechikadi yoki erta keladi. Yo'q, bu yerda fe'l yo'q, fe'l qatnashmagan gapda ko'pincha ravish kelmaydi. Yo, ertalabki kechki deganmi? Avtobus kechki yoki ertalabki deb gapiryapsiz yoki erta deyapmiz. Ikkinchi gap tarjima qilingchi. I went to bed late early. Men yotoqqa erta boraman yoki kech. Erta uxlayman yoki kech uxlayman degan ma'noda. Go to bed degani bolalar bormoq emas, uxlamoqni tarjima qilaveringlar, a? Hop. Hop, D partda esa good. Ya'ni bu yerda yana bitta istisno ketyapti. Esinglarda bo'lsa good, ya'ni well degani ham yaxshi deb yodlaganmiz. Goodni ravish holatda bu yerda well hisoblanyapti. Misolga e'tibor beringlar mana. Your English is very good. Ya'ni sizning ingliz tilingiz juda ham yaxshi. Bu yerda ingliz tilini tasvirlayapmiz, ta'riflayapmiz, bu sifat. Ikkinchi tarafda you speak English very well. Ya'ni siz ingliz tilini yaxshi gapirasiz. Qanaqa tarzda gapirasiz? Yaxshi gapirasiz. Farqiga borib oldinglar, qaysi bir sifat, qaysi biri ravishligiga. Hop, ikkinchisi it was a good game, ya'ni yaxshi o'yin edi. Yana bu yerda sifat bo'lyapti, o'yinni tasvirlayapti. A good game. Ikkinchisida our team played well. Bizning jamoamiz yaxshi o'ynadi. Bu yerda esa yaxshi degani bu yerda ravish bo'lib qolyapti.